20-yo'llanma. Fazilatli o'rtalikdan og'ishning oqibati. Farobiy aytadi: agar sog'liqqa sabab bo'luvchi holatlar me'yor va mo'tadillikdan og'ib ketsa, sog'liq ham yo'qoladi. Xuddi shuningdek, insonning amallari ham mo'tadillikdan uzoqlashib, shunga odatlanib qolsa, unda go'zal xulq shakllanmaydi. Ushbu me'yorning buzilishi uning munosib miqdordan yo ortiqchalikka, yo kamchilikka og'ish holatidir. Taom ham keragidan ortib ketsa yoki kam bo'lsa sog'liqqa foyda keltirmaydi. Xuddi shunday mehnat mashaqqat ham faqatgina me'yorda bo'lsagina badanlarga quvvat bag'ishlaydi. Biroq jismoniy harakatlar keragidan ortib ketsa yoki kam bo'lsa, tana o'z quvvatini yo'qotadi yoki zaifligicha qoladi. Xuddi shuningdek, agar fe'l-atvor ham muvozanatdan og'ishgan bo'lsa, ya'ni munosib bo'lganidan ortib ketsa yoki o'ta kam bo'lsa, bu holat insonda yomon xulqning paydo bo'lishiga yoki saqlanib qolishiga sabab bo'ladi, hamda uni go'zal xulqdan mahrum qiladi. Matnning sharhi. 1324-yil G'arbiy Afrikaning buyuk Mali imperiyasi hukmdori Mansa Muso birinchi muqaddas haj safarini ado etish uchun yo'lga chiqdi. U dunyo tarixidagi eng boy odam bo'lib, uning karvoni shunchalik hashamatli bo'lganki, ko'rgan ko'zlar bunga ishonmasdi. Karvonda 10 minglab xizmatchilar va mulozimlar bo'lib, ularning orasida 500 nafar qul qo'llarida og'irligi qariyb 3 kilogramm keladigan sof oltin hassalarini tutib borardi. Yuzlab tuyalarning har biriga 135 kilogramm oltin kukuni yuklangan edi. Bir necha oydan so'ng bu tilla oqimi Misrning poytaxti Qohiraga yetib keldi. Mansa Musoning niyati xolis edi. U o'z boyligini Alloh yo'lida sarflash, muhtojlarga yordam berish va saxiylik ko'rsatishni istardi. U Misr sultoni bilan uchrashganida, tanishuv hurmati sifatida unga 500 ming oltin dinor hadya qildi. So'ng u Qohira ko'chalari va bozorlariga chiqdi. Hukmdorning qo'li shu qadar ochiq ediki, yo'lda uchragan kambag'alga oltin ulashar, bozorlardagi mollarini istagan narxda sotib olar va shahar ahlini hayratda qoldirardi. Misr savdogarlari bu sodda va nihoyatda boy ziyoratchilarni ko'rib quvonib ketdilar va darhol narxlarni osmonga ko'tardilar. Ko'p o'tmay, bu cheksiz saxiylikning achchiq mevasi pishib yetildi. Bozorga birdaniga haddan tashqari ko'p oltin kirib kelishi natijasida oltinning qadri keskin tushib ketdi. Qimmatbaho metall endi noyob bo'lmay qoldi. Uning qadrsizlanishi esa pul tizimini izdan chiqardi. Mansa Musoning hisobsiz ehsonlari tufayli oltin dinorning qiymati 20% ga quladi. Natija dahshatli bo'ldi. Bozorlardagi narx-navo oltinning yangi past qiymatiga moslashish uchun keskin ko'tarildi. Oddiy xalq uchun hayot kechirish qimmatlashdi. Mansa Musoning niyati ezgulik qilish edi, lekin u iqtisodiy qonuniyatlarni buzib yuborgandi. Misr va Yaqin Sharq iqtisodiyoti bu oltin to'fonidan o'nglanishi uchun naqd 12 yil vaqt kerak bo'ldi. Mansa Musoning hikoyasi tarixda o'chmas iz qoldirdi, ammo u bizga muhim bir haqiqatni o'rgatadi. Saxiylik ulug' fazilat, biroq hatto ezgu amal ham mo'tadillik chegarasidan chiqsa, o'z mohiyatini yo'qotadi. Me'yordan oshgan saxiylik fazilat emas, balki jamiyat tarozisini buzuvchi, iqtisodni vayron qiluvchi isrofgarchilik va ofatga aylanadi. Axir biz baxillik qilib qo'lingizni bo'yningizga bog'lab ham olmang. Isrofgarchilik qilib uni butunlay yoyib ham yubormang. Aks holda malomat qilingan va hasratda qolgan holda o'tirib qolursiz deb ogohlantirilganmiz. Farobiyga ko'ra insonning jismoniy va ma'naviy olami o'zaro o'xshash bo'lib, ularning har ikkisi ham yagona qonuniyat, muvozanat asosida ishlaydi. Avvalgi qismda sog'liq va go'zal xulqning asosi mo'tadillik ekani isbotlangan edi, endi esa ushbu tarozi pallasi buzilganda sodir bo'ladigan halokatli oqibatlar bayon qilinadi. Yomonlik mustaqil mavjud bo'lgan narsa emas, balki yaxshilikning buzilgan ko'rinishidir, deydi Farobiy. Bu buzilish o'rtalikdan ikki qarama-qarshi jarlikka og'ishgan holatda ortiqchalik yoki yetishmovchilik shaklida namoyon bo'ladi. Oldingi yo'llanmalarda ta'kidlanganidek, xuddi shu qonuniyat inson xulqiga nisbatan ham qo'llaniladi. Inson o'z xatti-harakatlarida belgilangan chegaradan chiqib ketsa, xoh u haddan oshish bo'lsin, xoh u sustkashlik bo'lsin, undagi go'zal xulq o'rnini yomon xulq egallagan bo'ladi. Xuddi baxtsizlik baxtga erishilmagan holat bo'lgani kabi yomonlik ham yaxshi narsaning yo'qolgan holatidir. Demak,
fazilatli o'rtalikdan og'ishgan har qanday holat yomon amal hisoblanadi. Inson maromidan chiqqan harakatlarni qayta bajarishga odatlanib qolsa, bu og'ish uning tabiatiga singib ketib, unda yomon xulq paydo bo'ladi. Yana misol qiladigan bo'lsak, ota-ona mehridagi me'yordan og'ish farzand uchun yomonlik hisoblanadi. Chunki bolani haddan tashqari nazorat qilish ham, o'ta erkin qo'yib yuborish ham uning tarbiyasini muqarrar buzilishi mumkin. Demak, farzandda go'zal xulq shakllanishi uchun ota-onaning talabchanligi va mehri o'zaro uyg'un va maromida bo'lishi kerak. Ammo nemis faylasufi Friedrix Nitshe inson xulqidagi me'yorni zaiflik deb bilgan. Uning fikricha, buyuk insonlar maromiylik chegaralaridan chiqishi, kuchli hissiyotlar va ekstremal holatlarda yashashi kerak. Biroq tajriba shuni ko'rsatadiki, doimiy ekstremal holat insonni ruhiy toliqish va baxtsizlikka olib keladi. Shunday ekan, biz baxtli bo'lishimiz uchun faqatgina nima qilishni emas, balki uni qancha miqdorda qilishni ham bilishimiz lozim. Aks holda har qanday fazilatning maromdan og'ishi zahoti u yomon illatga aylanib qoladi. Buning uchun bizga fazilatli o'rtalikni o'lchash mezonlari kerak bo'ladi. Shuning uchun ham ushbu mavzuga yanada chuqurroq kirib boramiz. Fazilatli o'rtalikning xususiyatlari. 21-yo'llanma axloqning o'lchanadigan jihatlari. Farobiy aytadi: sog'liqqa sabab bo'luvchi narsalardagi o'rtachalik, ularning ko'pligi va ozligida, kuchliligi va kuchsizligida, vaqtning uzunligi va qisqaligida hamda ularning ziyodalik va nuqsonda bo'lgani kabi, fe'l-atvordagi mo'tadillik ham xuddi shu misol asosida, ularning ko'pligi va ozligida, shiddati va zaifligida hamda davomiyligining uzun va qisqaligidadir. Modomiki har bir narsadagi o'rtachalik faqatgina ularning ko'pligi va ozligi, kuchliligi va zaifligi ma'lum miqdorda bo'lgandagina yuzaga kelar ekan, har bir narsaning ma'lum bir miqdorda hosil bo'lishi faqatgina u biror mezon bilan o'lchangandagina ma'lum bo'lgani sabab, biz fe'l-atvorni ham o'lchaydigan va shu orqali ularning muvozanatini belgilaydigan o'lchov, ya'ni me'yor haqida ham aytib o'tishimiz kerak. Matnning sharhi. Qadimiy an'anaga ko'ra, Yunonistonning eng dono 7 nafar vakili Suqrotdan avvalgi davr allomalari Delfidagi Apollon ibodatxonasiga yig'ilib, insoniyat uchun eng muhim bo'lgan qisqa o'gitlarni ibodatxonaning peshtoqiga yozib qoldirishgan. 7 vakillardan biri donishmand Kleybol peshtoqqa me'yor eng yaxshi narsadir deb yozdirgan ekan. Me'yorni bilish yaxshi, ammo mo'tadil bo'ling degan umumiy davlatning o'zi amaliy hayotda yetarli bo'lmaydi. Chunki har qanday fazilat aniq o'lchovlarga tayanishi kerak. Xo'sh, bu muvozanatni qanday o'lchaymiz? Farobiy ushbu yo'llanmada fe'l-atvorning aynan qaysi jihatlarini o'lchash mumkinligini tushuntirib beradi. U buning uchun yana tabiatga murojaat qiladi va sog'liqni saqlash uchun qanday aniqlik talab etilsa, insonning fe'l-atvorida ham xuddi shunday mezonlar shartligini ta'kidlaydi. Bular miqdor, kuch va vaqt o'lchovlaridir. Har qanday fe'l-atvor avvalo miqdor, ko'plik yoki ozlik tarozisiga qo'yilishi kerak. Chunki bemorga berilgan dorining miqdori me'yoridan oshsa, zaharga, kam bo'lsa, foydasiz narsaga aylangani kabi amallar ham kerakli miqdorda bo'lgandagina fazilatga aylanadi. Farobiy ikkinchi o'lchov sifatida kuch va shiddat omilini misol keltiradi. Xavf tug'ilganda haddan tashqari kuchli reaksiya, ya'ni g'azab aqlsizlikka, o'ta sust reaksiya esa qo'rqoqlikka olib kelishi mumkin. Demak, fazilatli inson vaziyatga mos kuch ishlatishi lozim. Tarixda kelishicha, og'ir dardga chalingan shahzodani davolash uchun saroyga Ibn Sinoni chaqiradilar. Shahzoda yeb-ichishdan qolgan, dardini esa hech kimga aytmas ekan. Ibn Sino uning tomirini ushlab turib, yonidagilarga shahardagi ko'chalar nomini sanashni buyuradi. Bir ko'cha nomi aytilganda shahzodaning yurak urishi tezlashadi. Keyin o'sha ko'chadagi odamlar ismi sanaladi. Bir qizning ismi aytilganda tomirlar urishi yana kuchayadi. Shu orqali Ibn Sino shahzodaning dardi haddan oshgan muhabbat ekanligini aniqlaydi. Dunyoviy ishqda majnun bo'lish fazilatmi yoki yo'q? O'zingiz xulosa qiling. 3-mezon esa vaqt va davomiylik bo'lib, biror ishni qancha vaqt davom ettirish ham uning yaxshi yoki yomon bo'lishiga ham ta'sir qiladi. Masalan, qiyinchilikka keragidan ortiq sukut qilish, ya'ni zulmga ko'nish, ojizlik bo'lsa, juda oz chidash irodasizlik bo'ladi. Go'zal xulq esa sabrni o'z vaqtida va me'yorida qilishdir.
Demak, har bir narsadagi o'rtachalik ularning miqdori, kuchi va davomiyligi jihati bilan o'lchanadi. Endi esa bu jihatlarning o'rtachaligini belgilovchi tayanch nuqtani aniqlashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, inson qancha pul nafaqa qilsa saxiy bo'ladi, yoki u zulmga qarshilikni qancha qilsa to'g'ri bo'ladi. Dorishunoslar orasida hamma narsa zahardir, faqat aniq dozagina uni da'voga aylantiradi degan qoida bor. Sportda ham yuklamalarning aniq hisobi bo'lmasa, tana jarohatlanishi mumkin. Inson baxtli bo'lish uchun ham o'z hayotining muhandisi sifatida har bir so'zi, hissiyoti va harakatlarini o'lchov asosida doimiy tahlil qilib maromga keltirib turishi hayotiy zaruratdir. Keyingi bo'limda fazilatning maromi qanday aniqlanishi haqida so'z yuritiladi. 22-yo'llanma. Fazilatning o'lchovi vaziyatga bog'liq. Farobiy aytadi: Men aytamanki, fe'l-atvorimizni o'lchaydigan mezon sog'liqqa foyda keltiradigan narsani o'lchaydigan mezonga o'xshaydi. Sog'liqqa foydali narsalarning mezoni bu sog'liq talab qilinayotgan tananing ahvolidir. Chunki sog'liqqa foydali narsalardagi o'rtachalikni faqatgina u tanaga nisbatan o'lchanganda va tana ahvoli bilan baholangandagina aniqlash mumkin. Xuddi shuningdek, fe'l-atvorning mezoni ham o'sha amallar bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni ularni o'rab turgan holatlardir. Fe'l-atvordagi o'rtachalikni faqatgina ular o'rab turgan holatlar bilan o'lchaganda va baholangandagina aniqlash mumkin. Matnning sharhi. Avvalgi bo'limlarda fazilat bu ikki nuqson o'rtasidagi oltin o'rtalik ekani va u miqdor, vaqt hamda kuch jihatidan o'lchanishi lozimligi aytilgan edi. Endi esa bu mezonlardagi o'rta nuqtani aniqlashga o'tamiz. Qisqacha aytganda, Farobiy inson fe'l-atvoridagi me'yor vaziyatga qarab o'zgarishi, uni aniqlash esa har safar uni o'rab turgan holatlarni inobatga olgan holda bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. Buni yana tibbiyot misolida sodda qilib tushuntiradi. Tabib bemorga dori berayotganda hammaga bir xil standart asosida retsept yozib bermaydi. Balki bemorning mijozi, yoshi, kasallik darajasi va hatto faslni ham inobatga oladi. Xuddi shunday insonning fe'l-atvori ham fazilat deb baholanishi uchun uni o'rab turgan nozik holatlar, ya'ni vaziyatlarning umumiy holati inobatga olinishi shart. Demak, zohiran ezgu ko'ringan amal noto'g'ri vaqtda yoki noto'g'ri odamga nisbatan qo'llansa, u maromdan chiqqan bo'lishi yoki yomon xulq deb baholanishi mumkin. Masalan, rostgo'ylik odatda go'zal fazilat sanaladi. Ammo mazlumni zolimdan yashirish uchun ishlatilgan yolg'on ayni vaziyatda yomonlik bo'lmasligi mumkin. Yoki saxiylik, muhtojga yordam berish fazilat, ammo boy badavlat kishiga pul sarflash yoki isrofgarchilik qilish aqlsizlikdir. Demak, har qanday harakatning qiymati uning o'zida emas, balki uning zamon, makon, shaxs va maqsadga qanchalik muvofiq kelishida belgilanadi. Mutafakkir bu bilan insonni har bir lahzada aqlni ishlatishga, aniqrog'i farosatni qo'llashga chaqiradi. Nemis faylasufi Immanuel Kantning shartsiz burch g'oyasiga ko'ra, axloqiy qonunlar universal, mutloq bo'lishi kerak va u biror shartga bog'liq bo'lmasligi kerak. Masalan, yolg'on gapirmaslik qoidasi har qanday vaziyatda ham buzilmasligi shart. Kantga ko'ra inson zolimdan mazlumni berkitmasligi kerak, bu esa Farobiyning nazariyasiga ziddir. Mutafakkir fazilatli o'rtalik nazariyasi tarafdori sifatida umumiy vaziyatni birinchi o'ringa qo'yadi. Uning uchun qoidalarga ko'rko'rona amal qilishdan ko'ra vaziyat taqozosiga ko'ra eng maqbul ishni qilish afzaldir. Zero yolg'on eng yomon amallardan bo'lsa-da, odamlar orasini isloh qilgan odam yolg'onchi hisoblanmaydi. Chunki u xayrni aytadi va xayrni yetkazadi. Bundan tashqari, dushman bilan bo'layotgan hayot-mamot jangida ham g'alaba qozonish uchun noto'g'ri ma'lumot tarqatish durust bo'ladi. Oilaning ahilligini saqlab qolish uchun aytilayotgan shirin so'zlar garchi hammasi ham haqiqat bo'lmasa-da, bularning ham yomon ish deb bo'lmaydi. Xalifa Umar ibn Xattob davrida qattiq qurg'oqchilik va ocharchilik yili keladi. Lekin Hazrati Umar o'sha yili o'g'rilik qilganlarni odatdagidek jazolashni bekor qiladi. Chunki vaziyat o'zgargan edi. Odamlar boylik orttirish uchun emas, ochlikdan o'lmaslik uchun o'g'rilik qilishga majbur bo'lgandilar. Adolat fazilati bu, Kant aytganidek, qonunni to'g'ridan to'g'ri qo'llash emas, balki vaziyatni
Farobiy aytganidek, o'rab turgan holatlarni hisobga olishdir. O'laksa, qon, cho'chqa go'shti kabi narsalarni iste'mol qilmasak-da, yeyishga boshqa yegulik topolmaganimizda zarurat chegarasidan chiqmay, haddan oshirmasdan ularni iste'mol qilish yomonlik hisoblanmasligini bilamiz. Bu yerda zarurat chegarasi aniq mezonlar bilan belgilab qo'yilganini ham unutmasligimiz kerak. Muso alayhissalom va Xizr alayhissalom qissasida kelishicha, ularni daryodan o'tkazib qo'ygan kambag'allarning kemasini Xizr alayhissalom teshib qo'yadi. Zohiran bu zulm va yomonlik edi. Muso alayhissalom bunga e'tiroz bildiradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, daryoning narigi tomonida zolim podshoh har bir sog'lom kemani tortib olayotgan bo'lgan. Kemani teshib, uni nuqsonli qilish orqali Xizr uni podshoh zulmidan saqlab qoladi. Fazilatli o'rtalik vaziyatga qarab o'zgarib turar ekan, demak bu nozik o'zgarishlarni ilg'ab olish uchun insonga vaziyatni to'g'ri baholay oladigan o'tkir zehn va farosat kerak bo'ladi. Shu tariqa go'zal xulq, aqlsiz mavjud bo'la olmasligi yana bir bor o'z tasdig'ini topadi. Biz fe'l-atvorimizdagi fazilatli o'rtalikni aniqlashimiz uchun ularni uch jihatdan o'lchab ko'rishimiz kerakligini, biroq bunda fazilatli o'rtalikning tayanch nuqtasi vaziyatga qarab turlicha bo'lishini aniqlab olgach, vaziyatlar qaysi jihatdan turlicha bo'lishi kerakligini ham bilishimiz lozim bo'ladi. Keyingi yo'llanmada aynan shu haqida so'z boradi. 23-yo'llanma. Hamma vaziyat ham bir xil bo'lmaydi. Farobiy aytadi. Masalan, tabib qachonki sog'liqqa foyda beradigan narsalardagi mo'tadil miqdorni aniqlashni maqsad qilsa, birinchi navbatda davolanishi kerak bo'lgan tananing mijozini bilishga kirishadi. Shuningdek, vaqtni, insonning kasbini va tibbiyot sohasi belgilab bergan boshqa bir qancha narsalarni bilishga kirishadi. So'ngra sog'liqqa foyda beradigan narsaning miqdorini bemorning tana mijozi ko'taradigan va davolash vaqtiga mos keladigan darajasini belgilaydi. Xuddi shu tariqa qachonki biz fe'l-atvordagi muvozanat o'lchovini aniqlashni istasak, avvalo uning vaqtini, harakat sodir bo'lgan joyni, kimdan sodir bo'lgani va kimga yo'nalgani, nima bilan, nima uchun yoki kim uchun sodir bo'lganini bilib olishimiz lozim bo'ladi. So'ngra fe'l-atvorni ushbu jihatlarning har birining o'lchoviga mos ravishda belgilasak, ana o'shanda biz maromidagi, ya'ni me'yordagi fe'l-atvorni topgan bo'lamiz. Agar fe'l-atvor bularning barchasini hisobga olgan holda o'lchansa, demak, maromida bo'ladi. Ammo bularning birortasini e'tiborga olmasdan o'lchansa, u holda fe'l-atvor muvozanatdan ziyoda yoki noqis holatda hisoblanadi. Yuqorida sanalgan holatlarning, ya'ni zamon, makon, kimga nisbatan va hokazolar ziyodaligi va noqisligi doimo bir xil bo'lmaganligi sababli mo'tadil fe'l-atvorning me'yori, ya'ni tayanch nuqtasi ham doimo bir xil bo'lmasligi ma'lum bo'ladi. Matnning sharhi. Avvalgi yo'llanmalarda Farobiy fazilatning mo'tadillik ekanini ta'kidladi va uning tayanch nuqtasi vaziyatga qarab turlicha bo'lishi ma'lum bo'ldi. Biroq bu mo'tadillikni qanday topish mumkinligi haqidagi savol ochiq qolgan edi. Ushbu yo'llanmada esa mutafakkir axloqshunoslikning eng nozik qirrasini ochib beradi. Ya'ni u qanddan farqli ravishda yaxshilik va yomonlik tushunchasini vaziyatga qarab baholanishini ta'kidlaydi. Farobiyga ko'ra, insonning fe'l-atvorini baholashda standart qolipni ishlatish xato. Chunki xuddi tibbiyotda bo'lgani kabi inson axloqida ham har bir holat individual yondashuvni talab qiladi. Faylasuf buni tushuntirish uchun shifokordan misol keltiradi. Mohir shifokor hamma bemorga bir xil retsept yozmaydi. U bemorning mijozi, vaqti va kasbi va boshqa jihatlarini hisobga olgan holda dorining me'yorini belgilaydi. Axloqiy harakatning qadri ham uning vaziyatga qanchalik mos kelishiga qarab belgilanadi. Aniqrog'i vaqt, makon, shaxs, vosita va maqsadga bog'liqdir. Biz biror ishni qilishdan oldin uning vaqtini, joyini, kim tomonidan va kimga nisbatan qilinayotganini, nima vositada va qanday maqsadda amalga oshirilayotganini aniqlashimiz shart. Chunki aynan bir ish noto'g'ri vaqtda yoki noto'g'ri odamga nisbatan qilinsa, u o'z mohiyatini yo'qotib, fazilatdan yomon illatga aylanishi mumkin. Ulug'larimiz shogirdlariga har birining fe'l-atvoriga ko'ra turlicha nasihat qiladilar. Ba'zilarga g'azablanmaslikni, boshqasiga tilini tiyishni,
yana boshqalarga boshqa fazilatlarni vasiyat qiladilar. Xuddi tabib singari har bir bemorning o'ziga xos zaif nuqtasini bilib, shunga mos davoni buyurganlar. Bunday yondashuv insondan yaxshi niyat bilan bir qatorda yuksak aql-idrok va farosatni talab qiladi. Chunki vaziyatlar doimo o'zgarib turgani bois, to'g'ri qaror qabul qilish mezoni har doim ham bir xil bo'lavermaydi. Navbatdagi qismlarda keladigan shijoat, saxiylik kabi fe'l-atvor misollari yuqorida xulosalarning haqiqat ekanini isbotlaydi.